Bo'ldi qil. Soppa-sog' yurgan edilar onam. Kechagina xursand o'ynab kulib yurgandilar. O'sha yaramasi bekor uyga olib keldingiz o'zi. Buvimni boshlariga yetdi. Shunga siqildilar. Yetar dedim senga, yetar Sevara. Ha deb bitta gapni qaytaraverma. Dada, Sen oppoqmisan. Sen qilding hammasini. Sen buving nasablarini buzding. bo'ldi. Xo'p, gapirmadim. Bor uyga. Tayyorgarlikni ko'r. Bor. Tavba. Dushmanim bilan uchrashaman deb o'ylamagandim. Hayot shunaqa. Majbur qilib qo'yar ekan. Marhamat, o'tiring. Cholni ko'p ushlab tura olmayman. 3 kun bo'ldi, kasalxonada yotibdi. Lekin aniq bilaman, ertaga yo indinga yugurib chiqib oladi. Bir hafta kasalxonada ushlab tura olmayman. Iye. Opa, sizga eplolmayman deyish sal uyatmasmi? Shuncha ishni uddasidan chiqqan. Nima yana bir hafta kasalxonada ushlab tura olmaysizmi? Nimagadir sal ishonchli chiqmayapti. Soppa-sog' odamni qanaqa qilib men uzoq vaqt ushlab turishim mumkin? Bir kunda 10 marta ketaman deyapti. Yana ham 3 kun amalladim. U bilan ancha yil ishlagansiz. Xarakterini yaxshi bilasiz. Ertaga ishga chiqib oladi. Bilamiz. Bilganimiz uchun indamay turibmiz. Bundan buyog'iga mendan boshqa narsa so'ramang. Kerak joyda yordam berdim. Endi o'yindan chiqaman. Opa, siz biz uchun emas,